هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-Anfal tefsiri 50. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure El-Anfal tefsirinin 50. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Periştiler Bedir uruşida kafirlarning canlarını elivatqanda ularning yüzleriga ve arqalarına uruvatqanligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holatini ko'rgan bo'lading. Periştiler ularga dovzaxning ko'ydirgich azobini tetinglar deydi. Bu azab sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Allah bendilerge zulüm qiluvchi emasdir. Periştiler kafirlarning canlarını elivatqanda ularni urganlik to'g'risida. Allah Teala mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, agar sen periştilarning kafirlarning canlarını elivatgan holatini o'z ko'zing bilan ko'rgan bo'lsang, albatta qattiq qo'rqinchli va yirginchlik bir holatni, ya'ni periştilarning ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rgan bo'lading. Periştilar ularga dovzaxning ko'ydirgich azobini tetinglar deydi. İbn Jurayj Mujahidning Badr urushi kuni periştilar ularning orqalariga, ya'ni sag'rinlariga urdi deganligini rivoyat qiladi. İbn Jurayj İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar musulmonlarga oldini qilib kelsa, periştilar ularning yuzlariga qilich bilan uratdi. Agar ular orqasiga chekinsa, periştilar ularning orqasidan yetishib olib, ularning orqalariga uratdi. Gerçi bu ayetning mazmuni Badr voqeasini o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, lekin u hamma kofirlarga umumyuzlik qartilgandir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Periştilar Badr urushida kofirlarning jonlarini elivatganda ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holatini ko'rgan bo'lading. Allah Teala Sure Muhammad'ımı şundaq bayan qildi. Yuqorida Sure An'am'dımı mundaq dedi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zalimlarni sakratga tushgan vaqtlarda ko'rsang, albatta qo'rqinchli holatini ko'rsan. Periştiler, ya'ni azob periştileri qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar deydi. Ya'ni agar ularning jonlarining chiqishi qiyinlashsa, shundaqla jonlari tanlaridan chiqqili unimasa, periştiler Robbining buyrug'i bilan ularni qo'llari bilan urib, ularning jonlarini majbur alatdi. Bu shuning uchunki periştiler ularga Allah Teala'nın azabı bilan g'azabini yetkizdi. Bara'ning hadisidimi mundaq bayon qilingan: Kafir sakratga tushganda Azrail ana shu qo'rqinchli holat kelib, Bara'ning hadisidimi mundaq bayon qilingan: Kafir sakratga tushganda ölüm periştisi ana shu qo'rqinchli holat kelib, ey paskini can, ateşlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qori tutundan bo'lgan soyining azobiga chiqqan deydi. Ondan jon uning tenidan ayrildi. Periştilar u jonni tendan xuddi ho'l yungdan zig' tortib chiqargandek qo'pollik bilan tortib chiqardi.
u canni tenning tomur ve peylerden yulup çıkırdı. Şuna Allah Teala periştilerinin kafirlığı mındaq deydiğanlıqını xabar kılıdı. Devzaqның köydürgüç azabını tetinla, bu azab sizlerning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Yani sizlarga berilgan bu jazo sizlarning dunyodagi hayot chig'inglarda qilgan yomon ishlaringlar sababidandir. Allah sizlarga shu qilmishinglar tufaylidan bu jazoni berdi. Allah bandalarga zulm qilg'ichi emasdir. Yani Allah bandalaridan hech kimga zulm qilmaydi. Balki hikmat ve adalet bilen iş qilg'uchidir. Bu Allah büyüktür, yüksektir, ulug'dur. Hamma nuqsonlardan pokdir. Hammadan behojatdir ve madhiyaga loyiqdir. Bu haqda İmam Muslim Abu Dar radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki Allah Taala mundaq deydi: Ey bandalarim, men haqiqatan o'zimga zulmni harom qildim. Uni sizlarning oranglardimi harom qildim. O'zaro zulm qilishmanglar. Ey bandalarim, ayni shu sizlarning amallaringlardir. Men uni sizlar uchun saqlab qo'ydim. Kimiki yaxshilikka erishsa, Alloh taologa hamd sano etsin. Kimiki yomonlikka erishsa, u faqat o'ziga malomat qilsin. Bu kafirlarning gunoh qilish odati Fir'avn jamoasi va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Allah ularni halok qildi. Allah haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Allah Taala mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni payg'ambar qilib avatsak, seni inkar qilgan ana shu mushriklarning qilmishlari ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkar qilgan ummatlarning qilmishlariga o'xshaydi. Biz ularga o'xshash payg'ambarlarni inkar qilgan Fir'avn tavalarini bulardanmi ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkar qilgan ve Allah Taalaning oyatlarini inkar qilgan ummatlarni halok qilish odatimiz ve shularga tutgan yo'limiz bo'yicha mushriklarni jazoladik. Gunohlari tufaylidan Allah ularni halok qildi. Yani Allah Taala ularni g'olib ve qudratli holatda turib halok qildi. Allah hakikaten kuchlidir. Allah'ның azobi qattiqdir. Yani hiç qanday g'olib kuch Allah Taolani yengolmaydi. Ve hiç bir gunohkor Allah Taola'nın azobidan qechib qutula olmaydi. La ilahe illallah. Bu yani ularga nazil bo'lgan azob shuning uchunki birer qavm o'zlarining holatini kufr ve gunoh bilan o'zgartmagicha Allah ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini bilib turg'uchidir. Ularning odati Fir'avn jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ular Rabbining oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlari tufaylidan ularni halok qildik. Fir'avn jamoasini dengizga g'arq qildik. Ularning hammasi kufrlik va gunoh qilib, o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qilguvchi qavm bo'ldi. Allah Taala bu oyatda o'zining butunlay adil va hikmat bilan ish qiladiganligi uchun birer odam gunoh qilish tufaylidan o'ziga berilgan ne'matni o'zi o'zgartib etmasa, Allah Taala uningga bergan ne'matni o'zgartib etmaydiganligini xabar qildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Her qandaq bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha, yani Allah'ның bergan ne'matlarga tuzkorlik qilib gunohlarga cho'mmagicha Allah ularning ahvollarini o'zgartmaydi. Yani Allah ularga bergan ne'mat, xotirjamlik ve izzat, hurmatni elib tashlamaydi.
Allah birər qavmni halak qılmaqçı yoki azoblamaqçı bolsa, onunğa qarşı turğılı bo'lmaydi. Ularga azobni dab'i qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Ularning odati Fir'aun jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ya'ni mushriklarning qilmishlari Fir'aun tavalari va ulardan burunqilarning qilmishlariga o'xshaydi. Ular Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganda, ularning shu gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Alloh ularga ato qilgan bog'i bo'ston, buloq, ziroat, boylik va esil turalg'i joy qatorliq ne'matlarni va ular bahriman bo'layotgan mevalarni ulardan tatib oldi. Shunda qilishi Alloh taolaning ularga zulm qilganligi emas, balki ularning o'zlariga o'zlari zulm qilguvchi bo'lganligi uchundir. Allah'ın nazarida hayvanlarning eng yomoni küfrida çın turganlardır ki, ular hakikaten iman etmaydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ularning arasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermasliklari ustida muahide tuzding. Ular bo'lsa har qitimda muahidasini buzdi. Ular Allah'tan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadakilarining qechishi va ibrat elish uchun ularni qattiq jazolagin. Ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilganki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. Küfürlük qilgan ve ahdini buzgan kafirlarni qattiq jazolash to'g'risida. Bu ayette Allah Teala yeryüzündeki hayvanның en yomoni Allah Teala'ga iman etmaydigan, her zaman ahdi tuzsa ahdisida turmaydigan, ahdisini qasam bilan ta'kidlab turib, uni buzadigan kafirlar ekanligini xabar qiladi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Yani ular qilgan gunohlarining hech qaysisi da Allah Teala'dan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadakilarining qechishi va ibrat elishi uchun ularni qattiq jazolagin. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Hasan Basri, Zahhak, Suddi, Ata Khurasani ve İbn Uyeyne qatorliqlar mundaq dedi. Yani ularning aduvini tazı bergin. Bu ayetning ma'nosi shuki, Arab va boshqa millatlardan bo'lgan qolgan dushmanlarning qo'rqishi va ular qattiq ibrat bo'lish uchun bularni qirib tashlab qattiq jazolagin. Qechishi va ibrat elish uchun degan oyat haqida Suddi mundaq deydi. Ularning ahdini buzib, ondan ana shu oqibatga qilishidan hazar aylishi uchun ularni qattiq jazolagin. Agar sen muahide tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini ko'rsang, sezsang, muahidesini ularga uch quyruqlik bilan tashlab bergin. Agar sen muahide tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muahidesini ularga uch quyruqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muahide tuzishgan qavmdan xiyonat şepsi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan muahidening amaldan qolganligini oldi bilan ularga uqtirib qo'ygan. Allah haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Ahdini ochiq-oshkor bekor qilishga buyurish to'g'risida. Allah Teala payg'ambari Muhammad alayhisalom mundaq deydi. Agar sen muahide tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, ya'ni sen ahdi tuzishgan qavmning bu ahdini buzmoqchi bo'lganligini sezsang, muahidesini ularga uch quyruqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sening ularga dushman, ularning sana dushman ekanligini, oranglardagi ahdining uch quyruqlik bilan bekor qilinganligini, sening va ularning bilib
sening va ularning bilib turishinglar uchun ularga ahdini bekor qilganligini uqtirib qo'ygan. Allah haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Ya'ni agar kofirlarning haqqiga xiyonat qilingan taqdirdami, Allah uni ham do'st tutmaydi. İmam Ahmad Salim ibn Amrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya Rum ziminiga qarab yurish qildi. Uning bilan Rumlarning orasida ma'lum muddatlik ahdi bor edi. Bu ahdining muddati tugashga yaqinlashganda u ularning ziminiga yiqilishini ko'zlab shu yurishni qildi. Ahdining muddati tugishi bilanla ularga hujum qilmoqchi bo'ldi. To'satdan ularga mingan bir odam chiqib, "Alloh buyukdir, Alloh buyukdir. Ahdiga vafo qilish kerak, uning xiyonat qilmaslik kerak. Shak shubhisizki, payg'ambar alayhissalom kim biror qavm bilan ahdi tuzsa, uning muddati tugigicha uningga cho'qim amal qilsin yoki bu ahdining bekor qilinganligini ularga ochiq yo'riqlik bilan bildirib qo'ysin" degan dedi. Shuning bilan bu so'z Muaviyaga yetib bordi. Muaviya oqsiga qaytib kelib, u peshqadam odamni surishti qilsa, u Amr ibn Ambasa radhiyallohu anhu ekan. Bu hadisni İmam Abu Davud, Tayalisi, Tirmizi, Nasa'i ve İbn Hibban qatorliqlarni rivoyat qilgan. Badr urushida o'ltirilmay qolgan kofirlar qutuldik deb o'ylamasin. Ular Robbining jazosidan haqiqatan qochib qutula olmaydi. Düşmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qoral kuchi jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ularni sizlar tonimaysizlar. Allah tonuydu. Sizlarning Allah yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsa bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kemaytilmaydi. Allah Taolaning dushmanlarni qo'rqitish uchun kuchning yetishi tayyorlik qilishga buyurish to'g'risida. Kofirlar qutuldik deb o'ylamasin. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhisalomga mundaq deydi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, fursat ketdi. Ularga kuchimiz yetmaydi deb o'ylamagin. Balki kofirlar bizning qudratimiz ostidadir va bizning changalimizdan qochib qutula olmaydi." Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Yomon ish qiladiganlar bizdan, ya'ni azobimizdan qochib qutula olmaymiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Kafirlarni ziminda Allohning azobidan qochib qutula oladi deb o'ylamagin. Ularning joyi davzax bo'ladi. Davzax nima degan yomon joy? Kafirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yuzidan shaharlarda kezib yurishlari seni oldimisin. Bu ozg'ina bahriman bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak? Ondan Allah Taala kafirlar bilan urush qilish uchun kuchining yetishicha urush qurollarini tayyorlashga buyurib mundaq dedi: "Dushmaninglar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha, ya'ni qanchalik kuchinglar yetsa shunchalik qurol kuchi jang eti tayyorlanglar." İmam Ahmad Uqba ibn Amirdan rivoyat qiladi-ki, u men payg'ambar alayhissalomning munbar ustida turib, dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi jang eti tayyorlanglar. Bilinglarki, o'q etib mashq qilish haqiqatan qurol kuchi tayyorlaganlikdir. Bilinglarki, o'q etib mashq qilish haqiqatan qurol kuchi tayyorlaganlikdir deganligini angladim dedi. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. İmam Malik Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Ot 3 turlik ish uchun beqiladi. Ot beqish bir odamga ajr ilib keladi. Yana bir odamga
hojatini qamdaydigan manfaat elib keladi va yana bir odamga bo'lsa gunoh elib keladi. Ot beqib ajriga erishadigan odam etini Alloh yo'lida urush qilishga atab, uning arg'amchisini uzun qilib o'tloqqa yoki chimliqqa bog'lab qo'ydi. Ot arg'amchisi yetgan yergacha shu o'tloqqa yoki chimliqqa o'tlasa, buning bilan ot egisiga savob yozilib turildi. Agar ot arg'amchisini uzib olib döngdün döngge çift yürse, onun çapkan izleri ve tizeklari üçün mu at egisiga savab yozilib turdi. Agar at birer o'stanning yenidan o'tib etib, uningdan suv ichsa, at egisi uni o'stan bo'yiga sug'urish uchun elib bormagan bo'lsa-mu, buning bilan mu at egisiga savab yozilib turdi. La ilaha illalloh. Eni shularning hammasi at egisiga ajr ilib keladi. Bir odam otni o'z hojatini qamdash va muhtojligidan saqlanish uchun baqidi. U ot ustidagi Alloh taolaning haqqini unutib qolmay ado qiladi. Mushunda qilish u odamga hojatini qamdaydigan manfaat ilib keladi. Bir odam otni boshqalarga riyo qilish, faxrlanish va ko'z-ko'z qilish uchun baqadi. Shuningga asosan u ot o'z egisiga gunoh ilib keladi. Sahobalar payg'ambar alayhisalomdan eshak to'g'riliq so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Alloh menga u haqda butun mazmunni o'z ichiga olgan, kimiki zarrachilik yaxshi ish qildi ekan, uning mukofotini ko'rdi, kimiki zarrachilik yomon ish qildi ekan, uning jazosini ko'rdi" degan tangdoshsiz bu oyatdan boshqa hech narsa nozil qilmadi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abdulloh ibn Mas'uddan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ot 3 turlik ish uchun baqiladi. Bir ot marhamatlik Alloh taolo uchun baqiladi. Yana bir ot shayton uchun baqiladi va yana bir ot inson uchun baqiladi. Marhamatlik Alloh uchun baqilgan ot Alloh yo'lida jihad qilish uchun baqilgan otdir. Bu otning yem xashki, tiziki, suydiki va boshqa Alloh xohlagan hamma narsasida ot boquvchiga ajr bordir. Shayton uchun baqilgan ot qimor o'ynash yoki pul tikib musobaqaga selish uchun baqilgan otdir. İnson uchun baqilgan ot uning toychoqlaridan foydalanish uchun baqilgan otdir. Bu xil ot egisini muhtojlikdan saqlaydi. İmam Buxoriy Urva ibn Abu Jad Bariqi payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Otning ko'kilisiga qiyomat kunigacha ajr va g'animatdan iborat yaxshilik chekilgandir. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni, ya'ni kofirlarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitsizlar. Mujahid ulardan boshqa dushmanlarni degan oyatdan Bani Qurayza Yahudilari ko'z tutildi dedi. Suddi bu oyatdan Farslar ko'z tutildi dedi. Muqotil ibn Hayyan va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar ularning munofiqlar ko'z tutildi dedi. Ulardan munofiqlar ko'z tutildi dedi. Bu xil qarashni Alloh taolaning bu oyati ta'kidlaydi. Atrofinglarda A'robiylardan munofiqlar bor. Madina aholisidanmi munofiqlikda ching turganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsa bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. Ya'ni sizlar jihad yo'lida nimalar sarf qilsanglar, Alloh sizlarga uning savobini to'liq beradi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Allohning yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan, har boshqada 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Alloh xohlagan bandasiga hasilib savob berdi. Allohning
marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sura Al-Anfal tafsiridan 60. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.